Abdumalik Uzoqov 1965-yil 11-avgust kuni Farg'ona viloyatining Bog'dod tumanida tug'ildi. 1992-yilda Andijon davlat paxtachilik institutini tamomlagan. 1992-yildan 2010-yilga qadar harbiylik sohasida o'z mehnat faoliyatini olib borib, podpolkovnikgacha bo'lgan harbiy unvonlarni olgan. Nafaqadagi podpolkovnik Abdumalik Uzoqov 2010-2019-yillarda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadi. 2019-yildan shu kunga qadar Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidagi Karimbobo mahalla fuqarolar yig'ini raisi lavozimida ishlab kelmoqda. Mehnat faoliyati davomida bir necha marotaba davlat mukofotlari bilan taqdirlangan. Ba'zi odamlar ko'p hollarda hozir yonida turib, o'tmishi yoki kelajagi haqidagi o'y-xayollari bilan yashaydilar. Shu sababli ham ular ayni damdagi hayotni qo'ldan boy berishadi. Aslida o'tmish va kelajak mavjud emas, faqat hozir mavjud xolos. Lekin shunday bo'lsa-da, inson o'tmishini ham unutmasligi kerak. Ayniqsa, yoshlik damlari insonning hayotidagi shirin xotiralar bo'lib qolaveradi. Yoshlik damlarim, yoshlik chog'larim Bog'dod tumani Karimbobo qishlog'ini bir go'zal maskanida o'tgan. Yoshlik chog'larini eslash bu zavqli, chiroyligina bir qishloqda o'tgan bo'lib, shu qishloqda otam rahmatli, onam rahmatli, ko'p farzandli oila bo'lganmiz, 11 nafar farzand. 8-nafar farzandiman. Yoshlik chog'imizda opalarimiz 5 singil, 6 og'ayni. 8-farzand bo'lganligim uchun kattalarim bor, uyda kichiklarim bor. Maktab yaqinligi uchun biz uyda har kuni non yopilardi. Patir non yopilardi. Maktabga chopqilib ketayotib, patir nonni sindirib, chelakdagi suvga botirib ishni yoqtirardi. Ayam rahmat aytardi, o'g'lim sevursang tovoning bilan yurgin. Yoki ovozi eshitilib tursin. Albatta ro'zg'orda dala yaqin, yalpizlar yaqin, hidi yaqin. Biz albatta oilada mol boqqanmiz, qo'y boqqanmiz, demakki hayotimiz shu dala bilan bog'liq bo'lgan, tabiat bilan bog'liq bo'lgan. Eslayman, o'ylayman, lekin oiladagi ota-onam meni juda ham avaylardi. Meni kichik ukalarim bor, Hasanboy, Husanboy, Fotimaxonlar bor, lekin ulardan ko'ra meni avaylardi. Onam rahmatli. Negaki bilmadim, qanaqadir aziz ko'rishganmi? Singillarim hayot, akalarim hayot. Biz oilada 6 nafar pedagog chiqishdi, 2 nafar harbiy xizmatchi chiqishdi. Hammamiz o'zimizga xos, o'zimizga mos kasb hunarni egalladik. Yana bolalik chog'ga qaytadigan bo'lsak, hovlimizda oldida katta ariq oqib o'tardi. Ko'chalarda momolarimiz, yedalarimiz o'tirishardi. Yugurib chiqib, o'sha ariqdagi suvdan ichish qanday baxt. O'sha ariqda cho'milishlar qanday baxt. Qo'shnim rahmatli kenja olam, bolam kim uni qanti yegin, buni konfetni yegin, buni novvotni yegin degan bir so'zlari biz xotiramizda qolgan. Akalarimga, ukalarimga keladigan bo'lsak, meni juda ham yaxshi ko'rishardi. Hozir ham yaxshi ko'rishadiki, nimaga menga ko'proq ish buyurishmasin. Oxir-oqibat pushaymonlik bilan qolishni istamagan inson biror qarorga kelishdan avval yaxshilab o'ylab ko'rish kerakligini yaxshi biladi. O'zingizni biror holatga majburlay olishingiz sizni yanada kuchli, yanada irodali qiladi. Aytishimiz mumkinki, qahramonimiz harbiylik kasbini tanlaganligidan pushaymon emas va u hammasi yaxshilikka bo'lganligini ta'kidlaydi. Ikkinchi jahon urushi faxriylari maktablarimizga ko'p tashrif buyurishardi. Mana shu tashrif chog'ida, biz bolalik chog'imizda shu harbiylarning libosini ko'rib, harbiylarning yurishini ko'rib, qanaqadir mehr uyg'ongan deb desam adashmayman.
Maktabni bitirdim 1982-yilda. Maqsadim huquqshunos bo'lish edi. 1982-yilda may oyida hozirgi Peter shahriga Jdanov nomidagi universitetni yuridik fakultetiga topshirdim hujjatlarimni. Bu yerda imtihon hali boshlangani yo'q. Lekin meni hujjatlarimni qaytib berishdi. Sabab shu ediki, o'sha davrdagi qonun qoidalar xizmat vazifasini bajarmaganlar yurfakka qabul qilinmasdi. Hujjatlarimni zudlik bilan oldim, Toshkentga, O'zbekistonga uchib keldim. Hamda Toshkentdagi universitetni yuridik fakultetiga yana hujjatlarimni topshirdim. Yana hujjatlarim qaytdi. Men o'zimga ahd qildimki, albatta harbiy xizmatga borishim kerak ekan. Muddatli harbiy xizmatga chaqirildim. Samarqanddagi aloqachilar batalyoniga askar bo'lib bordim. U joyda 6 oy o'quv mashg'ulotlarida qatnashdik. Va nihoyat 6 oydan keyin bizni qo'shni chegaradosh o'sha davrda talabi bo'lgan Afg'oniston Demokratik Respublikasiga olib borishdi. Bu yerda xizmatni hamma qatori, tengqurlarim qatori, sabdoshlarim qatori xizmatni bajarib, yana jonajon O'zbekistonga qaytib keldim. Maqsadim harbiy libos kiyish. Taqdir deydimi, nasiba deydimi, Andijon paxtachilik institutiga hujjatlarimni topshirdim. Bitta imtihonni topshirib oliygohga kirganligim, yana shu oliygohda 5 yil davomida o'qigan bo'lsam, niyat bitta. Bitirib a'lo baholar yo'q. Forma kiyish degan maqsad bor. Kursdoshlarga aytardim, o'rtoqlar, men muhandis bo'lmayman. Men albatta shu vatanim uchun forma kiyaman degan gaplarimni hanuzgacha kursdoshlarim eslashadi. Harbiy libosni kiyganimdan, harbiy bo'lib xizmat qilganimdan, shu O'zbekiston zaminida tug'ilganimdan g'ururlanaman. 1992-yilda harbiy libos kiygan bo'lsam, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli tezkor bo'linmasiga qabul qilindim. Yurtimiz tinchligi yo'lda olib borgan barcha talablarga labba deb javob berdik. Afsuslamayman. Yoshligimda deydimi, ko'pchilikka afsona bo'lishi mumkin. Odam tug'ilibdiki, marra boshlandimi, to oxirigacha degan shior bilan yashayman. Hech qachon afsuslamayman. Agar imkon bo'lganda edi, yana qaytgan bo'lardim. Yaqinlarimiz yonimizda bo'lmas ekan, na choyning yoqimli ta'mi, na quyoshning rangi tatiydi. Bugungi kunga yetib kelishimda jigarlarimning daldasi katta rol o'ynaydi, deydi Abdumalik aka. Ota-ona farzand uchun yoki farzand ota-ona uchun o'ta katta bir mas'uliyat yotishini bilaman, his qilaman. Agar oila mustahkam bo'lmasa, oilada muhabbat bo'lmasa, oilada ishonch bo'lmasa, har qanday kasb ishi yurishmaydi. Ba'zi odamlar bor, shunchaki oldimizda yurib, oxir oqibat eng sevimli yaqinimizga aylanadi. Ba'zilar esa o'z harakatlari va havoyi so'zlari bilan hayotimizda o'z qadrini yo'qotib qo'yadi. Bugungi hayotini tahlil qilar ekan, qahramonimiz bu borada sezilarli o'zgarganini tan oladi. Do'stlarim deganda shaxsan men birinchi do'stim onam, otam, tug'ishgan akalarim, singillarim, sevimli yorim, farzandlarim. Harbiy xizmatchining bitta do'sti bo'ladi. U ham bitta qurol. Mana shu texnikaga, jangovar qurolga, o'ziga biritilgan qurolga muhabbatli bo'lmasa, unga loqayd bo'lgan, loqatlik bilan qaraydigan bo'lsa, u dushmanga aylanadi. Oilada ham shunday. Oilada men farzandlarimga, ayolimga, yaqinlarimga muhabbatli bo'lmasam, u menga dushmanga aylanishi mumkin. Avvalo men ota-ona sifatida farzandlarimga namuna bo'lishim kerak. Ibrat bo'lishim kerak. Negaki farzandlarim meni yurishimda, turishimda, muloqotimda, harakatlarimda biladi, eshitadi, ko'radi. Shuning uchun men oilani eng yaqin do'st deganda oilam tanlayman.
Taqdir bizni o'zimiz o'ylab topmagan so'qmoqlar orqali albatta bir kuni cho'qqiga yetaklaydi. Faqatgina uning fursatini kutish kerak xolos. Abdumalik Uzoqov ham harbiylik sohasidagi uzoq yillik mehnati davomida o'z jamoasida hurmat va ehtiromga sazovor bo'lgan. Davlatimiz tomonidan berilgan bir qancha mukofotlar bilan taqdirlangan. U ana shu quvonchli kunlarni katta hayajon bilan eslaydi. Ko'kragimizdagi nishonlar meniki emas. Meni qo'l ostimda xizmat qilgan yigitlardagi deb bilaman. Askarlik davrida o'zimga javob berardim. Askar majburiyati, askar vazifasi. Askarlarga rahbarlik qilish, askarlarni tarbiya qilish, askarlar bilan ijtimoiy, siyosiy va jangovar faoliyatlarni bajarish bu g'urur, iftixor. Lekin mana shu vijdon bilan, or bilan shu pagon taqib yuribmanmi, qo'l ostimdagi shaxsiy tarkibim, xizmat faoliyati ko'ngildagidek bo'lsa, shu yurtiga fidoyilik ko'rsatganligi uchun mana shu ko'kragimdagi nishonlar taqilgan. Davlat mukofoti taqilgan. 1999-yilda avgust oyida mayor guruhi komandiri edim. Shunda 105 nafar yigitlarim bilan, harbiy xizmatchilarim bilan Batken voqeasida faol ishtirok etganman. O'sha vaqtlardagi topshiriqlarga labbay deb javob berish, fidoyilik bilan javob berish, rahbarlarni o'sha vazifalarni bajarishni qoniqtirganligi uchun shaxsiy tarkibimda hamjihatligi uchun shon sharaf ordenini tavsiya etishdi. Avvalo bu orden olish meni xayolimda yo'q edi. Menga xabar berishdi. Sen uyingga borar ekansan. Senga ruxsat berishdi. Bir kunga faqat. Qishlog'imga keldim, onam rahmatini ko'rdim. Shu maktabga kelayotganimda maktabda ko'p o'quvchilar, murabbiylar kutib oldi. Qanaqa bayram bo'lishi mumkin deb o'ylagan. Yo'q. Meni qishlog'imdagi sevimli maktabim jamoat kutib olgan. Shu davlat mukofotini olganligimni e'lon qilishgan ekan. Birinchi bo'lib meni tabriklagan ustozlarim, maktab jamoasi qarshi olishgan. Bu juda ham o'sha paytdagi davlat mukofoti olgan paytdagi hayajon qani insonda yillab takrorlansa deyman. Agar shu hayajonlarga boy bo'lsak, shu davlat mukofotlari sazovor bo'lgan inson umri uzoq bo'ladi deyman. Sababki eng katta baxt. Mehringizni ichingizda yashirmang, uni izhor eting. Bir-biringizga qancha shirin so'z bilan gapirsangiz, orangizdagi rishtalar shuncha mustahkam bo'ladi. Bugun bir o'g'il va bir qizning otasi bo'lgan Abdumalik aka ota sifatida juda ehtiyotkor ekanligini aytadi. Inson uchun eng katta baxt farzand tarbiyasi. Ish faoliyatida adashish mumkin, lekin farzand tarbiyasida adash bo'lmaydi. Bir o'g'il, bir qiz farzandlarim bor. Farzandlarimga ko'proq onalari o'qishlarida ahamiyat berishgan. Qizim Farg'ona davlat universitetini tamomladi. O'g'lim hozir o'qish jarayonini davom ettiryapti. Mana shularni insonlar qatoriga qo'shdi. Albatta oilamni, ko'proq meni rafiqamni faoliyati, mehnati, ularga ko'z quloq bo'lish, juda og'ir vazifani bajarishdi. Men ko'proq farzand tarbiyasida qani endi men orzu havasim bor, niyatim bor. Hozir ham shuni, mana shu gapimni ko'p takrorlayman. Shu O'zbekiston zaminimizda yashayotgan har bir oila 3 mahal dasturxon ustida bolaga bo'lgan gaplar bor. Yurtimiz tinch bo'lsin degan so'zlar takror eshitsak, mana shu zaminni sevishni o'rgatsak, dasturxon ustida o'ylagan maqsadlarimga erishgan bo'ladi. Bugungi kunda harbiy xizmatchilarga xizmat o'tash uchun qulay sharoitlar yaratish, ularning oila a'zolari ijtimoiy himoyasini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Abdumalik aka 20 yildan ortiq harbiylik sohasida xizmat qildi. Albatta, 20 yil oldingi sharoitlar bilan hozirgi kun sharoitlari o'rtasida juda katta farq bor. Abdumalik aka bugungi kun yoshlariga yaratilayotgan imkoniyatlar haqida shunday deydi. 2019-yilda mahalla faollar yig'ini rais bo'ldim. Juda ham qiziqarli xizmat.
Negaki bir oyog'im bog'cha, bir oyog'im maktabda. O'tgan yili 10 nafar yigitni tanladim. Maktabni bitirayotgan yigitlarimiz. Hozirgi kunda 6 nafari 1 yillik xizmat faoliyatini tamomlayapti. 3 nafari harbiy xizmatda shartnoma harbiy xizmatchi bo'lib hujjatlarini topshirishdi. 2 nafariga o'zim ulgurdim, harbiy qasam degan. Mana kechagina bir nafar yigitimiz Milliy gvardiyadan harbiy xizmatni davom ettirish uchun shartnomaga qo'l qo'ydim. Tabriklab kelgandi. O'zim xursand bo'ldim. Mana shu mahallada yoshlarimizga o'ta katta e'tibor beraman. Vatanga bo'lgan muhabbat, vatanparvar degan so'zni ko'p eshitamiz. Qanday shakllanadi vatanparvar? Kim shakllantiradi vatanparvar? O'sha vatanparvar insonni hayot faoliyatini o'rganadi. Bu degani hozirgi kunda 3 avlod uchrashuv deyapman. Agar biz 3 avlod uchrashuvlarni doimiy, muntazam ravishda yoshlarimizga targ'ibot, tashviqot qilmasak, ular bexabar bo'ladi. Mana mart oyi sanasi 6 nafar qishlog'imdan yigitlarimiz tayyor 1 yillik harbiy xizmatga ketishgan. Yaqindagina harbiy qismlarga qo'mondonlikka taklif qildi. G'urur va iftixor bilan gapiraman. Men aslida taqqoslab yashaydigan insonman, taqqoslayman. Mana qo'shni davlatlarimiz bor. Men xizmat qilayotgan davrlarda Qo'qon harbiy qismlariga tashrif buyurdim. O'sha joyda xizmat qilganman. Lekin mana shu Qo'qon harbiy qismi ekanligini men adashtirib qo'ydim. Sababiki muhtaram prezidentimiz, qurolli kuchlarimiz oliy bosh qo'mondoni Shavkat Miromonovich oxirgi 5 yillik ichida bu haqiqatni baralla gapiraman. Tubdan yangilandi. Qurol aslahalarimizni takomillashganligi, chegara qo'shinlarimizni, hududlarimizni mustaqillik tubdan o'zgardi. Shaxsiy tarkibda dunyo qarashi ham boshqacha. Ularda harakati ham boshqacha. Borib askarlarni ko'zga qarasangiz yonadigan yigitlar bu, yonadigan yigitlar. Qo'mondonlikka aytdim. Qo'mondon, agar imkon bo'lganda edi, men oddiy askar bo'lib qabul qilsangiz roziman. Qishloqqa kelib gapiraman. Yoshlar agentligi bor bizda, yoshlar faoliyati olib boradi. Bir nafar guruh yoshlarni olib bordim. U yerdagi sharoitni ko'rib, armiya haqida o'sha bobolardan, akalardan gaplarni eshitgan ular, yo'q, armiyada bunaqa bo'ladi ekan, armiyada bunaqa bo'lar ekan degan gaplarni eshitgan. O'sha yo'qligini ular ko'zi bilan ko'rib amin bo'lishdi. Mana shu imkoniyatlarni yaratib bergan mamlakatimiz sarhadlarini, mustaqilligini, mustahkamligini yaratib berishda bosh qosh bo'lgan muhtaram prezidentimizga, oliy bosh qo'mondonimizga minnatdorlik bildiraman. Harbiylik kasbi haqiqiy er-yigitlar kasbi deyiladi. Har bir boladan katta bo'lganingda kim bo'lasan degan savolga vatanni qo'riqlaydigan askar bo'laman degan javobni olasiz. Abdumalik akaning bir emas, 2 ukasi ham harbiylik kasbini tanlagan. Xo'sh, ular bu kasbni tanlashiga nimalar turtki bo'lgan? Men mana shu mintaqada xizmat qildim. Qilgandan keyin ukamda ishtiyoq uyg'ondi. O'zi pedagog. Men albatta libos kiyishim kerak degan talab qo'ydi. Uka, harbiy xizmatchilarning mas'uliyati, javobgarligi juda ham og'ir. Oilang rozi bo'lsa xizmatga qilgin. Lekin oilang rozi bo'lmasa kechirasan. Yo'q, o'zi hujjat bilan topshirdi, qabul qilindi. Qo'mondonlik aytdiki, aka-uka bitta joyda bo'lish mumkin emas. Uni Ohangaron chegara hududlarga yuborishdi. Hozirda nafaqada. Akamning o'g'illari ham Akmaljon Uzoqov chegara qo'shinlar safida xizmat qildi, askar bo'lib xizmat qildi, askarlik faoliyatida davomida shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchi bo'lib qoldi. Bu Toshkent Ohangaron chegara rayonida xizmat qilib, hozirgi kunda nafaqada. Urush. Bu so'zning o'zi nechog'lik insonning ko'nglini larzaga soladi. U qanchadan qancha odamlarning orzu-umidlaridan ayiradi. Qancha qora ko'zlarni yetim qilmaydi deysiz. Bugun biz haqiqiy jannatmakon diyorda yashayapmiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Farzandlarimiz emin-erkin ta'lim-tarbiya olishmoqda. Biz ish joylarimizda xotirjam ishlamoqdamiz. Abdumalik aka urushning qora kunlarini boshdan o'tkazgan. Shu sabab ham bugunning qadriga yetadi va qora kunlarni eslash u uchun og'ir. Urush nomi bilan urush.
Afg'oniston Demokratik Respublikasida o'sha vaqtni talabiga, vaqtni qaroriga asosan biz xizmat qildik. Muddatli harbiy xizmatchi bo'lib xizmat qildik. Buni ko'p eslashni xohlamayman. Nega o'sha oilamga ham, yaqinlarimga ham o'sha faoliyatni gapirishni xohlamaganman. Maktabda ham savol berishadi, buni medalni, buni ordenni qayerdan olgansiz deb, lekin birinchi marta siz savol beryapsiz. Mana shu Afg'onda xizmat qilishgan savollarda yuragimda istayman men. Nega yaqinlarimizni yo'qotganmiz. Yo'qotish og'ir. Quroldosh, sabdosh, bitta xonada nafas olib turgan yaqinlaringizni yo'qotish o'ta og'ir. Ota-onangni yo'qotgandek yo'qotasan. 1983-yilda mayda biz Qobul shahrida bo'ldik. Topshiriqlarni bajarish shart, majbur, adashishni keragi yo'q. Urush holatlarini ko'rgan shaxs urush nimaligini biladi. Jangovar holatlarda ustida bo'lgan shaxs, harbiy xizmatchi qadriga yetadi. Hozirgi yoshlarimizga shuni aytmoqchimanki, kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi kasblarning egasi bo'lishidan qat'iy nazar, shukronalik kayfiyatini yashash kerak. Yurtimiz tinch. Eng katta boylik, eng katta yutuq yurt tinchligi.